Necha yashar aka bu? Necha yashar? Bumi? Ha. 7 yashar. 6 yasharman bu. Ha? 6 yashar, 6 yashar. 6 yashar ekan. Puli qancha? 5000 dollar kami bor. 60-65 larmi? Yomon yo'g'on ekan. Yo'q, qo'ydan ham yo'q. Besini o'lchamaganmisizmi? Yo'q, yo'q. Maşallah. Boğaz mı? Boğaz. Necintisiga? Necintisiga boğaz? İkincisiga. İkincisiga. Puli qancha aka? 5000. Ha, 5000 dedilar. 5000 kami bor. Telefon raqam qo'yamiz ham. Qo'yib. Ha, ayting. 97lik. 763 0888 94lik ekan. Ha, 94lik. 651 29 23. Ana, qo'ng'iroq qilasizlar. Boğaz deyaptilar. Ha, 1,5 yashar abakam. 1,5 yashar? Puli qancha buni? Paltarash. Ha, bu erkak. Erkek paltarashga. Buni 60 plus 60 dan baland lekin. Puli qancha? 3,5. 3,5 ming dollar kami bor. Nomeri o'sha bo'ladi. Ha. Bundan oldingi mana biyani. Biya mana. Udariga. Ha. Zoti bir xilda abakam. Abakandan kelganmi? Abakam. Hamla ham bo'g'oz biyalar abakam. Ha, bular hammi? Puli qancha bularni? O'ziga qarab. Bo'g'oz biya 4 ta bor ekan. Bular ushlanmagan. Ha, ushlanmaganmi? Yo'q. Ha, ushlan nuqtalasa bir pastda urgan. Ha, bular yog'och bo'ladi-yu. Ha, bular yo'q. Nomer bitta bo'ladi. Mana abakan toy bir paltarashga. Ana u biya, keyin mana 4 ta biya. Hammasi bo'g'oz-a? Bular bo'g'oz hammasi. Ani biya ham bo'g'ozdan. Qachon tug'adi aka bular? Bular ko'klamga chiqib. Men bilan o'zi tug'ib qoladi, bular yaqin men bilan. Bari ko'klamga chiqib qoladi. Chiroyli toy. Necha yashar? Paltarashga. Baland ekan lekin. 160 mi shunaqa bo'yi. 65 Ana. Paltarashga. Qashqasi chiroyli ekan. Puli qancha edi? 50 million. 50 million kami bor-a? Qancha bermadinglar? 31 million. Zoti qanaqa buni? Anig'ini bilishmas ekan 31 million qilib berishmabdi. 50 million kami bor. Bitta yurg'izib yuborasiz. 160 bo'y bor, baland. Paltarash. Telefon raqam qo'yamizmi? 90 345 27 26. 90 345 27 26. Qo'ng'iroq qilasiz. Necha yashar ekan bu aka? 2 yashar sotilib. Nech pul bo'ldi? 16 million 200 a? Barakasi bersin. Voy Davron aka. Ey, nima bayda? Yo'q, kopiyasini olib qo'yib, uning nuqtasini. 16 million 200 deb. Erkak toy 2 yashar. Kopiyasini nuqtasi bilan kiydir, qo'ymaydi. Oladigan. $100 siyla berasizmi shularga? Hech bundan. Ko'rmingdan. $100. Bo'lkirib qilib ketadi. 4000 so'm. Soting o'tgan aka. Minadigan odam yo'q. Menga qara. Sotaman. Kecha pul ko'rayotgan bo'lamasan. Laqaming boy. 4000 toza bo'ldi, ber. Ana. Ber. Sotaman o'tgan. Astoydil aka. Sizlar qaysilarni bir-biringlarga turib olib ketgansiz? Sher sarigilarmi yo sar shergilar? Hamma tirikchilikda bilan tirikchilik. Ozgina navrasan. 4000 qo'ydilar. Voy, bering, o'tkir aka. Bu hali o'ylayapti. Ha, mayli o'ylab ko'rib olibsan. Kerakki cho'ntadan tushmaydi, ikkita uchta odamdan chiqadi. Ha, mayli. Olib ketib olib ko'rib olsinlar, keyin beraveradi pulni. Ularga javob bergan. Maydalashmadi. Sotsangiz to'g'ri kelsin. Voy, urib olaman hozir.
Aka 50-100 qo'shmadim. Bittada 500 qo'shdim, bittada 300 qo'shdim. Rahmat aka. Haydalash. Ben hiç koşuyorum ben de. Yomon emas. Otga qarab anaqa qolmas, to'g'risi. Yomon emas, zo'r. Ot ko'ngilga yoqdi. Sal boshqa. 4 bin dolar koyma. Vermeyaptı. O'tkir aka, anchadan beri ot qidiradi, shularga bering. Baraka topsin. Ishqivoz olsin deyman, ishqivoz olsin deyman. Ertaga meni yurganda rahmat deyman. Endi ozgina barakasini bersin. Ozgina nafas. Ver törge ötker. Atu. Sen kim törü törge verdi ya kottega. Ben programımı deganim bilan barcha tanishib kerak. Albatta, aka, Ben bitta 8 yashar. Qatta oti bu? Jizzax zominni oti ekan. 160 plus xudo xolasa. Kichkina emas. Uloqqa kirganmi? Yo'q. Uloq yo'qmi? Uloqqa kirgan, kichkina uloqlarga kirgan. Ha, kichkina uloqlarga kirgan deyaptilar. Puli qancha? Bularga 30 so'rayapti. 4000 ga. 32 ga bermadingizmi? Yo 32 deyapsizmi? 32 ga bermadim. Ha, 4000 so'rayotgan ekanlar, 32 ga bermabdilar. 2800 bo'ladi o'sha. Telefon raqam qo'yamizmi? Ayting. 77lik 093 99 55. 77lik 093 99 55 ha. Qo'ng'iroq qilasizlar, yaxshi otga o'xshayapti. Rahmat aka. Sog' bo'ling. Nima bo'pti bu yerda? Nima bo'ldi? Sherzod aka? 4000 dollar 100 kam qilyapti, 4000 ga qo'ydi. Bo'lmadi? Lekin chiroyli ot ekan. Chiroyli ot. 10 yosh ekan. 10 yosh. Necha yashar? 1 yosh. 1 yosh. 1 yosh erkak to'y so'raganlarga. O'zi ham silliq ekan. Zot qanaqa ekan? Buni zoti Qorabayirga ana nima edi, rossiyskiy bordi, Arlovskiy o'shaqa otasi katta. Ha, chatishgan-a? Chatishgan. Onasi Qorabay. Ha. Qashqator. Puli qancha ekan? 20 million so'raymiz. Kami bor-a? Kami bor, 20 million. 15 yarim qo'yadi. Ha, bozor 15 yarim qo'ygan ekan, 20 million kami bor deyaptilar. Qo'y so'raganlarga 1 yashar. Chiroyli. Telefon raqam qo'yamiz. 98. 300. 04 98lik 300 04 94. Qo'ng'iroq qilasizlar. Ay, zo'r, mana oldim. Rahmat. Ot kattasi. Bo'yini o'lchamaganmisizlar aka? Bo'yicha 180 dan oshiqroq. 180 dan oshiqroq deyaptilar, vahshiy katta ot ekan. 10 yashar. Puli qancha edi? 10 ming. Yoshichi? Yoshi ham 10 a? 10 ming kami bor deyaptilar. Yoshi 10 ekan. Zotini aniqini bilishmas ekan. Aka telefon raqam qo'yamiz. 97lik 301 15 14 ha? 04 15 14. Qo'ng'iroq qilasizlar, katta ot so'raganlarga. 180 plus deyaptilar, lekin kichkina emas. Necha yashar? 7 yashar. Zot qanaqa? Ha. Katta ot ekan, baland ekan. Bo'yini o'lchaganmisizlar? 70 dan sal pastroq. 68lar. Ha. 170 minus. Kichkina emas lekin mashallah. 7 yashar deyaptilar. 35,5 so'ramoqmiz. 35,5 million so'm kami bor-a? Kami bor. Bermaganingiz bo'lmadimi? Yo'q, hali savdo bo'lmadi. Savdo bo'lmabdi, 35,5 kami bor deyaptilar.
7 yashar. Biri 73 dan pastroq, biri 68 mi dedilar. Telefon raqam qo'yamizmi? 98 812 47 37. 98 812 47 37. Qo'ng'iroq qilasizlar. Ot Toshkentda. Rahmat ko'p. Bitta yurg'izib qo'ying shunda.